Qaynanasi yolg'iz yashaydigan kelinlar qaynanali kelinlarni majburan ish qilishadi deb gapirib chiqqan videoni ko'rib qoldim. Aytishligi bo'yicha qaynanasi kelinlar maza qilib, o'zi xohlagan paytida ish qilishar ekan. Qaynanali kelinlar bo'lsa, o'zini erkiga ega emas, o'zi xohlagan paytida maza qilib ish qila olmas ekan, faqat majburlikdan qilar ekan. Va men o'zim shaxsan qaynanali kelin sifatida bu fikrlarga umuman qo'shilmayman. Masalan, men o'zimni misol qilib keltiradigan bo'lsam, qaynanasi kelinlardan men ham qolishmayman. Chunki bizning uyda ish majburan qilinmaydi. O'zim xohlagan paytim, qachon vaqtim bo'lsa, sog'lig'im joyida bo'lsa, o'sha vaqtda ish qilaman. Ertalabdan, azonlabdan turg'izib olishmaydi. Bemalol maza qilib uxlab, xohlagan paytimda uyg'onib chiqaman. Shu paytgacha oyijon, "Meni ishim men vaqtda qilib qo'ying, men vaqtda hamma narsa tayyor bo'lsin" deb meni majburlamaganlar. O'zim xohlagan paytda maza qilib, xohlaganimcha ish qilaman. To'g'ri, bu bilan hamma qaynanalar bir xil demoqchi emasman, lekin qaynanali kelinlar faqat majburlikdan ish qilar ekan deb o'ylamaylar demoqchiman. Yana bitta gap, agar odamning o'zida bo'lmasa, u qaynana bilan turadimi, qaynanasiz turadimi, buni farqi yo'q. Unga gapirilgan gap ham ta'sir qilmaydi.